Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi, o'zing yaxshimisan? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Xudoga Bolalaring shukr. yaxshimi? Hamma yaxshi. Sen o'tirib tur, hozir choy damlab. Yo'q, o'tir. Choy ichish qochib ketmas. Sen bilan mazza qilib suhbatlashib o'tiraylik deb keldim-da. Boringga shukr. Nima yangiliklar? Voy, endi yangilik shunaqangi ko'p. Qaysi biridan boshlashni bilmayman. Rostdanmi? Boshla. Turmush o'rtog'im yaqinda 3 qavatli hovli sotib oldilar. Rostdanmi? Yaqinda ko'chib ketamiz. Bu yerni ijaraga berib qo'yamiz. Ijara pulini ham o'zim oladigan bo'ldim. Bir so'miga tegmayman dedilar. Buncha yaxshi. Shunaqa baxtliman. Ishonsang, har oy tilla sovg'a qiladilar. Qara, qo'llarim to'lib ketdi tillaga. Ha, Xuddi har oy tilla olmasam, g'alati bo'ladigan bo'lib qolibman. buncha baxtlisan. Juda ham havas qildim. Rahmat, ilohim senga ham shunaqa baxt nasib qilsin. Ha. Hali eng katta yangilik aytmadim. Ha. Eshitishga Bundan tayyormisan? zo'rlari ham bormi? Ha, ayt. Xo'jayinim chet eldan nomi ham bir balo edi. O'zbekistonga xarid qilib kelmagan eng oxirgi rusumli mashinani men uchun zakaz qildilar, ishonasanmi? Voy. O'zbekistonda bitta bo'lib haydab yuraman. Dushmanlarim bir kuyib ko'rsin. Sen uchun xursandman. Rahmat. Voy, o'zim bilan bo'lib seni so'rash esimdan chiqib qolibdi. O'zingda nima yangilik? Ha. Mendami? Menda nima ham bo'lardi? O'sha 15 yildan beri erim ichishni tasholmaydi, bilasan. Hali urgan, hali urushgan. Ha, endi ikkita bolam bor. Nima ham qilardim? Chidab yashab yuribman. Bir kun insof ham berib qolar. O'z uyimga boray desam, akalarim xotinlari kun bermaydi. Ota-onam ancha qarib qolishgan. Akalarimga gaplar o'tmaydi. Asosiysi, yonimda ikkita guldek bolam bor. Shunisiga ham shukr. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Mehmonga chorpa qo'ymabsan. Yo'q, shart emas. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Hozir o'rtajon. Tinchlikmi dadasi? Nimadir bo'ldimi? Tinchlikmas. Gapirsangiz qizdirmasdan. Eng ishongan ishchim. Ishonib hamma yo'g'imni topshirib qo'ygandim. Hamma narsaga qo'l qo'yishga, hamma ishlarga ruxsat berib qo'ygandim. Xo'p. Lekin u firmamizning pullarini boshqa narsalarga ishlatib tashlagan, o'z ehtiyojiga ishlatib tashlagan. Undan tashqari firmani 200 ming dollar qarzga tiqib tashlagan. Buni uyimizni, mashinamni sotsak ham o'za olmayman. Endi nima qilamiz dadasi? Ichingdan nimalar o'tyapti? Ilojsizmi? Kambag'al bo'lishdan qo'rqib ketyapsan. Ko'rdingmi? Bitta sharoit og'ir miskin dugonang. Shu qiynalgan hayotini unutayin, shu dugonam bilan ozgina suhbat qilay deb kelgan edi. Sen esa unga maqtangan. Nima? Sen buni yuragini ezib, shuni evaziga maza qilasanmi? Qara, hozir oddiygina kasod bo'ldik, qiynalib qolamiz deganimga qanchalik qo'rqib ketding? Bu bechora necha yillardan beri qiyinchilikda yashayapti, lekin har bir kuniga shukr qilyapti. Hoziroq chiqib, kechirim so'rab, dugonangga dalda bo'l. U bechora necha yillardan beri mana shu qiyinchilikda yashab kelyapti. Chiqib, tezda uzringni so'rada, ko'nglini ko'tar. Zerikib qolmadingmi? Yo'q, mayli, menga ruxsat, uyga borishim kerak. Uyga bora qolay. Shoshma. Hali endi kelding-ku, biroz o'tir gaplashib o'tiramiz. Yo'q, kech bo'ldi-da, dugonajon, bora qolay. To'g'risini aytsam, har safar o'zimni maqtash bilan ovora bo'lib, seni bir marta ham ko'nglingni eshitmabman.
Hatto seni o'rningda bir marta bo'lsa ham o'zimni tasavvur qilib ko'rmagan ekan. Meni kechir. Nega unaqa deysan? Shu tilla soatimni yaxshi niyatda sotib olgandim. Eng yaxshi ko'rgan qimmat soatim. Shuni senga sovg'a qilmoqchiman. Ol. Sen bundan ham zo'rlariga arziysan. Ol. Hali hayoting zo'r bo'lib, mendan ham boy bo'lib ketasan. Sen eng zo'r baxtga loyiqsan. Eng baxtli ayollarning qatorida bo'lasan. Faqat iltimos. Shunaqa meni yo'qlab, tez-tez kelib turgin. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Shukr